Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Xonqat tumanidamiz. 4 eshigimiz ustidan o'tib ketdik. High-tech variantda eshiklarimiz. Arkasında ölüpçe bo'lib chiqdi. Hozir penalardan uchun ochilmayapti. Bunda 3-eshigimiz yana. Şimdi yangiliklarni xudo xohlasa kuzatib boraverasizlar. Ondan ham sira yangiliklarni chiqarishga harakat etamiz. Hurmatli klientlar, stroyka boshladingizmi? Libboy sohadagi ustadan ikkita narsani hech qachon umid qilmang. Arzon ustadan kачество umid qilmang, kачествоsi bor ustadan arzon narxda hech qachon umid qilmang. Chunki ikkalasi ham puliga yarasha ishlaydi. Qimmatini ishyori vaqt ketsa ketsin, obro'y ketmasin, hurmat ketmasin, ish cho'pga chiqsin bo'ladi. Arzonroq beskachество ustalar ishyori tapra-tupur chotiga tupur tezda bitirib bo'ladi. Sog' bo'ling. Saratonlik oldini olish uchun shifokorlar odatda sog'lom turmush tarzini tavsiya qiladi. Tabiiy o'simliklarga